Assalomu alaykum hammaga. Ertalabdan ishlarimiz boshladik. Xo'p, bitta akamiz log fayl tashlabdilar. Log faylda muammomiz BSMga programma urishganda anti-ugon degan knopkasi ishlamay qolgan. Anti-ugon degan knopkasi ishlamay qolgan. Bu qaysi knopka? Ochish, yopish knopkalarini, ochish-yopish knopkalarini o'rtasidagi yonib turadigan qizil glazokcha. O'shalarni ham bizni BSM programmamiz orqali yoqib beramiz. Mana anti-ugon degan knopkani yoqib yuboramiz. Qo'shimcha funksiyalarni ham yoqib beramiz. Zash BSM programmamiz. Xudo xolasa bunga yana ozgina yangiliklar qilganmiz, tez kunlarda chiqib qoladi. Bu programmamiz yangilikka boy bo'ladi, xudo xolasa. Hammasi alohida yoqib o'chiradigan funksiyalar qo'shilgan, xudo xolasa. Kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar, xudo xolasa ishlaringni a'lo darajada bitirib beradi bizning programma.